keyin nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasa daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yenga oldirasan. Qarindoshlaringdan faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa bormi? Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishi ham opalaring senga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringlar ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opingda. Qizim, oilaviy yig'ilib senga mana shu sovg'ani oldik. Oy. Mana pul berdim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinini yoqib uxlab yoradi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. Qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar biznesdan mezbon loyihasidan uy oldik. Amanga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoni любой chekkasidan turib uy sotib olish mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin o'yini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyak bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ular senga nima laqab qo'ysa o'shasan. Opingni qo'shniga uzatyapmiz. Oyi, buni Uzoraga jo'natib kerak, iloji boricha Buxorogami? Sani aytganing bo'lmaydi bu. Oldimizda yashasa zo'r-ku. Turordinglar soat 12 bo'ldi, yotishing qara. Senga nima ko'rolmayapsanmi? Bor, eringni xizmatini qil. Cho'ra qaynining qayda bordimi, jo'na? Qaqrazoyja ovqat qilgandilar. Rahmat. Oyi, kulyan qani? Oyi, Wi-Fi nimaga ishlamayapti? Oyijon, Sarpamga Wi-Fi ham olib keldim. Zebo, tur opingga choy tayyorlab ber. Yo'q, o'zi qilsin. Voy, mehmonga unaqa demaydi, qizim. Seni kuniga 5-6 mahalgina chiqsam uyingga og'irga qilyapmanmi hali? Ha, ortiqchalik qolsam, bor yo'qol. Oyi, uyimizdan hamma narsani olib ketgan, yetmagandek meni kartamni ham ishlatibdi buni. Zo'r ekanda, 0% transferlar, naqd pul yechib borish uchun komissiyani qaytarish, hamkorlardan ko'p joylarga borib ovqatlanib 5% cashback olsa bo'lar ekan. Salom kartni TBC.uz ilovasi orqali istalgan summaga komissiyasi to'ldirish, bankomat va terminallarda naqd pulni to'ldirish uchun komissiya qaytariladi. Ber bor shuni ham. Oyi, Shuni bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Men senga onlayn zakaz qilaman, birpasda keladi-ku. Aniq oxirgisi, boshqa hech narsa so'ramayman. Ana, ko'rding? Oyi, hozir nimadir so'raydi. Voy, va'da bergan go'shtni so'ramaydi. shu nomga o'tkazib bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Endi uyim ikkalasini bir-biriga qo'shib katta qilishim kerak-da. Xo'p, boshqa hech narsa so'ramayman. Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oyijon kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Sitor voice bilan 35 minut gaplashdi. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqllilik qilib o'rgaturasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chikkara bunka degan. Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'riyat. Xullas, sotdini rolidasanda. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i, qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda ikki qat bo'ladi-yu. Kichkisi yo'q, ikkinchisi bor-ku. Bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlar bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashayvering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patik bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman. Bolalaring katta bo'lgandan keyin nimalar bo'ladi? Bularni endi telefon bilan aldab bo'lmaydi. Lekin ming dardga davo har bir bolaning hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan remень bor. Oldin bolalaringni hamma o'pib yallab tashagan bo'lsa, hozir ulardan hamma bezor. Bolangni jonimga tegdi, bezorlik oling, yo'qoting bolani ye. Oldin mendan faqat sut bilan so'zku so'ragan bolalarim hozir faqat pul so'raydigan bo'lib ketgan. Bolalaring uchun yosh bola ham bo'lasan, bula bo'lsa. Alo, tez yordam, bu oy muzlarini g'alab tutyaptilar.
ko'zini qarasang ko'pchilarkan xunuk. Yaxshiyamki ancha katta bo'lib qoldinglar. Bittanglarni maktabga, ikkitanglarni pachimuchkaga beramiz, a? Vohima qilma, vaqt bor hali. To'g'riga ham bitta maktabga berib yuboramiz, yo'lni ko'rsatib yuboramiz, o'zi dumalab keladi. Yo'q, men bularni haqqa berishni o'zim bilaman. Yuringlar men bilan. Algoritmus bu yoqda ham maktab, ham pachimuchka bor. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun logopediya bor, to'g'ri va ariq gapirishni o'rganishligi uchun как раз tilchi botudi. Matematika bor, mantiqiy fikrlashligini rivojlantirish uchun. Bundan tashqari boshqa ko'plab rivojlantiruvchi darslar bor. Har bitta bolaga alohida yondashishadi. Robototexnika darsi bor, texnologiyaga bo'lgan qiziqishligini uyg'otish uchun. Shotga kattasini maktabga joylashtirsa ham bo'ladi. Dars jadvalligi ham, manzilligi ham qulay. Foyda mahalla qani. Вообще zo'r. Sandan chotga onasi. O'sh uchun bolalarni har kuni o'zing olib ket, o'zing olib ketishing kerak. Men bo'lsa ketdim. Erkaklar mas'uliyatdan qochishga juda usta, ey. Bak. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Keyin shaharlar bir ko'raylik. Mana menda keling. Bo'laveradi. Anaqasi yaxshi keldilar, charchamayapsiz, sog'ligingiz joyidami? Qani bir kelin salom qilsinchi. Salom, ismim Zebo. Tanishganimdan mamnunman. Zebosim. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuringlar iltimos, beparasat. Oldik. O'tirib bir lazerdan oshib qilarmikansizmi deb o'ylaysiz? Xo'p, bo'ladi. Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidman, kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz, nechida begemot? Nima? Voy, uzr, begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan noto'g'ri lug'at ketdi. Sani issig'im yangi beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orqamizdan. Bo'pti, men ish ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelib bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ptimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Keling.